Nega oilalardan fayz ketdi? Qaynonalar kelin olib yaramayapti, kelinlarni noroziligi ko'p. Hech birini qalbi yorishmaydi. Yuragi siqilgan. Bir-birini yomon ko'rgan. Va shu tarzda qancha oilalar ajrashib ketyapti. Beixtiyor boshingga nima kelsa, qo'lingdan ketgan amallaring tufaylidir degan iboralar yodingga tushadi. Bilasizmi nimaga bunaqa deyapman? Chunki Xudodan qo'rqmay, bandalardan uyalmay qo'yildi. Qiz tomon pul isrof qilishdan to'xtamayapti. Qarz olib, davleniyasi oshib qo'ysa ham bu qarzlarni uzaman deb maqtov olishga urinib yotadi. O'g'ilni onasi esa qudasidan kirim kelib tursa iljayadi, yo'qsa kelinni ko'z oshirgani qo'ymaydi. Kelin ham qolishmaydi. Urug'ini o'ziga dushman qilib olib, erini ota-onasidan ajratib olib ketgisi bor. Aslida ular barchasi yomon odamlar emas, ular shunchaki nafsiga ruju qo'ygan, o'zlariga berilgan ne'matlarini uvol qila boshlagan. Bir-birlarini ayashni unutgach, yaratgan ularni shu holiga tushirib qo'ydi-da. Dil yo'llarini qulfladi. Do'zaxni o'z uyini ichidan chiqarib qo'ydi deb suyukli adibamiz Tursunoy Sodiqova Baxt qayerda nomli kitoblarida yozib qoldirganlar.